Assalomu alaykum sizlar elit hammalaringga salom yana bir bor. Elit kanalga xush kelibsiz. Bugun 20-tur noyabr, bugun chorshanba va ertaga payshanba. Bizning ligamiz bizga adashmasam olmos taqdim etish kerak. Ertaga 9 olmos berish kerak. Sababi bizning 23lik klanimiz bor. O'shaning uchun. Hozirda yaxshi ketmoqda bizning liga ham. Bizning liga qo'shilishning imkoniyati yo'q, chunki u to'la. Faqat 112 oveldan tepalar qo'shilishi mumkin va bizning ovelimiz 115. O'tgan videoda mana bu o'yinchini olgan edik. O'yinchi yaxshi o'yinchi, ismi level, ko'p kishilik ko'rmagan bo'lsa qoldirib qolamiz video tagida. O'zingiz ko'rib turibsiz kuchli o'yinchiligini. Bizning maqsadimiz hozirda Zlatan Ibrahimovich kerak bizga. Mana shu bo'limda Ibrahimovichni olib qo'yishimiz kerak. Ibrahimovichning menga golkiper kartasi kerak bo'ladi. Uning uchun golkiper kartasini qayerdan olasan desangiz, hozir ko'rsataman. Mana bu yerda Zlatan Ibrahimovichning mana bu 107lik strikerni olamiz. Va endi 108lik strikerni olamiz 1,5 mingta almas bilan. Albatta tugatsak va keyin bir uzun kartaning bittasini tanlab biz olamiz deb yoribman. Uzr, oldik degan edim. Ошибка, осуждаю. Qani? Icon va Zlatan Ibrahimovich. To'g'risi esimdan chiqib qolibdi. 500 milliard. Ko'rib chiqadigan bo'lsangiz, kuchlik. Va buni ham biz ishlatamiz. Inshaalloh. Biz ungacha 400 kun ichida mana shu kartni olishimiz kerak bittasini. Biz hozir qayerda ketmoqdamiz? Hozir buni tugatdik. Biz qayerda ketyapmiz o'zi? Chapter 2 da ketmoqdamiz. Bu chapter 2ligini hozir chapter 2 ni qayerdan topamiz hozir? Hal qilib olaylik-da. Mana buni bosamiz, to'xtay, birinchi o'rinda. Bu nechinchi chapter? O'zim ham bilmayman. Bu 3-chapter ekan. Hali o'ynaganimiz yo'q ekan lekin. Biz chapter 2 ni o'ynayapmiz ekan. PSG va Bellensning 2015-2016-yillik anaqalarini olamiz. Davaychi nima? Mas problema demoqchi edim. O almaz hammasi almaz beradimi shunaqa? 2000 ta. Xo'sh, 200 ta. 200 ta. 200 ta. 100 ta unaqa narsa berar ekan o'yinchi emasdim. Problema va şimdi nima? Buni ikkinchi qizilini o'ynaydigan bo'lsak, lekin yaxshigina bo'lgan bo'lardi. Unda ketdik. Men o'ynaganlarimni ko'pida obunachilar internet bo'lmadi, sababi qolib qolmoqda. Chunki ikkinchi darajaga o'tadigan bo'lsangiz, o'sha internet kerak bo'lmas ekan. Bizga eng kerakli asosiy narsa bu. Mana buni o'chirib qo'yaylik-da. Shularni tugatib, Ibrahimovichni bir yo'q kartadan olamiz. Strikerni olishimiz kerak. Bu yerda Wi-Fi bormi yo'qmi bilmayman, to'g'risi. Ko'ramiz hozir. Yo'q Wi-Fi. Ko'rdingizmi? Wi-Fi siz ham o'ynamoqdamiz hozirda, o'shaning uchun qotmayapti. Mabda sizda ham shunday bo'lsa kerak. Ibrahimovich kirib olasiz, o'yinga kirganingizdan keyin qotish bo'lmaydi-da deyapti. Offside Militao. Zlatan. Mana bu yerda zaxira odamlarimiz ham bor. O'shanga
Yaxshi ketmoqda. Hozircha qo'llaysiz. Biz bu yerda zaxirada Pirlo, strikerda Giroud, Arnas va Yildiz o'tiribdi. 115 kartamiz Zirvin kuchli ekan. Hop. Hadi akıçlı. Güzel gol urib kelmasa bo'ldi. 115lik yaxshi. Biz ham o'yinchilarning kartini 114 qilib olsak, xudo xolasa, adashmasam bizda Ibarra qoldi, mana bu o'yinchi qoldi, keyin bu qoldi. Yo'q, almashtirish yo'q, kerak emas. Lik. Modric'den otup getirmedi bilemem. Hoppa. Nice. Puşka. Wow. Gol. Hoş, kim var açık? Sen mi açık? Puşka'ya tayyorlanmayın ekan. Çaldırarak kirib, epitskiy zarba qilmoqchi edim. Suska, suvda. Shipka. Shipka. Ustiga chiqib olyapti, katta yozib. Mulatto zarbasidan keyin ajoyib hat-trick. Gol desa bo'ladi. Milliy A harfga tushib qolgan bo'lsa kerak. O'tgan videomiz prosmotrov sezilarli darajada pastlangan. Taj 40 ta ko'rildi. Nimaga bunday desam, ko'rib turganingizdek, bir ikkita videolarimizdan beri deyarli Lineker degan o'yinchiga ishonganim yo'q. Nimaligini o'zingiz ham bilgan bo'lsangiz kerak. O'yinchi ekan masalan, mendan chiqmoqda ajoyib. Zai bırakan ve zarbat Luka Modric Joy King Kral go'zallik saloni sen ham bo'ladi. Biz Luka Modricni birontani hozirda varatalisimizni 30 level qilamiz. Shu yaqinda tasmasam yubilib bu yerda. Buni ikkita zashtaga ishonganim uchun ham bemalol olib ketdim. Qaranglar. Hop. Fat patkat. Modric charchapti, mayli. Modricga dam. Çaldırak tutqizorsak. Kelvilni pushkasini ko'rmadik qancha. Militao ham zarba berib ko'rdi, harakat qilib ko'rdi degani. Kelvi. Mana to'g'ri berdim menimcha Kelvilda. Pillo bilan almashmoqda. Pillo yaxshi o'yinchilarda bilaman. Pillo ham 110 lik kartani olganmiz tekinga. Sizlar ham olgan bo'lsangiz, Vini ham olganmiz o'z paytida. Lekin Vini ko'pchi e'tiborlanadi bu. Yo'q bo'lganda, dash qaramagan mana bu Nursiga. Va ana shunda bori solish minadi. Ataylab chiqardik o'yin tugashi uchun tezroq tugadi. 5-1 hisobida yirik hisobda yutdik. O'tgan videoda menimcha tushunarsiz bo'lib qolganligi uchun menimcha bo'lmagan bo'lsa kerak prosmotrlarimiz soni, lekin bu video umuman bunaqa bo'lmaydi. Men ham videolarimni qanday boshlashni aytayman. Mana bunday qilamiz. Birinchi gaplarimizda Today 100 FC Power Mobile Legends you for English to putu.
Today 100 FC Fire Mobile Legends you for English to Qara boshda ham bo'lar ekan. Do'stlar, to'g'risini aytdim. Kiz money 1000 100 FC point o'ynaymiz. Almazga game o'ynaymiz. Yaxshi ketmoqda. Bilsangiz FC Mobile'ning original saytida bizga bot deb bunaqa qilishibdi. Keyin gaplashamiz. 115 bilan biz bot bo'lib yuribmiz. Dash bilmadim qanaqasiga bot deb o'shatdi. Birga bir o'ynaydi deb o'ylan ikkida qilamiz. Bot ekanmiz biz. Hop, kimdir ham yozibdi. Ibragim bor ekanmi? Ha, neta turibdi Ibragim. Bom turibdi ekanmi? Sen unutmagan. Voy, o'zi to'xtatdi. Ashib so'ramizda mana bu. Kuchliroq harakat qilsa, menimcha maqsadga muvofiq. Lineker o'tga toladimi Lineker? Nimaga to'xtatib turibdi bu bilmayman. Offside prikolni-da, ko'rasizlar. O'yinni ko'rasizlar. Xatoni ko'rasizlar, u ushatiribdi. Men to'pni olib ketmoqchi bo'lsam, bu offside bo'ladi. Doim offside bo'ladi o'sha. Kuzashamiz, tilg'aymoqamiz. Va bu kelib turganda qanaqasiga bu patka tekemoqda menga. To'xmamen. Mana. Jon. Это я. Buman, tuosam это я, Buffon. Sanyamas это. Chuosam. Ana ursida qanday qilsam yig'ilib o'tdi Ya, ko'rib qoldim. Qaqa ketmoqchiligingiz bilib qoldim. Netay bala. Men ketdi. Gollar keladi, zerikib qoldi, cho'taman o'yinchilarim. Yoningizdan o'tib ketib qolsam, xafa bo'lmaysizmi, singlim? Instagram'ga baramiz so'rasam, xafa bo'lmaysizmi? Menimiz bersam, xafa bo'lmaysizmi? Buffon, это я. Chuosmi, это я, Buffon. Ikki kriza gollar oldi. Xunay gol oldi. Qani? To'xmarim yurish orqa yuribdi. Golkiper ham chiqsa bo'ladi. Wow, yaxshi turdi lekin. Ha. 2 3 Temzlat. Qiyi. Liverpool jamoasi. Biz doim Liverpool o'ynaymiz o'zi. Barselona emasmiz. Liverpool.
Chunki hozirda Liverpool sezoni emas, Barselona sezoni emas. O'shaning uchun ham biz hozirda o'zimizga kerakli amalda emasmiz. Shuning uchun emas, o'shaning uchun ham biz hozirda o'zimizga kerakli amalda emasmiz. Shuning uchun Otmasin iltimos. Ikkita o'yin o'ynadik o'sha. Davay endi 3-o'yin. Bugun hozir biz nechta o'yinni 1 2 3 4 va shu 5-o'yingacha kelib qolamiz. Davaychi, nurgacha kelibmiz. Tezda tugataylik-da. Qiziqarli o'yinlar bo'lsin. Ikkinchi taymdan boshlanar ekan. 95 darajada ekan. Zlatan Ibrahimovic birinchi o'yinda Barselonada ham o'ynagan, Messi bilan yaxshi chiqishgan o'yinchilardan biri. 1000-yilda tug'ilgan Ibrahimovic karatechi bo'lgan, liboga tashash qilishda boshlagan. Men shuni bilaman xolos Ibrahimovic bo'yicha. Yaqinda EA e'lon qildi, shortslarda ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerga chiqarib qo'ydim. Balkim chiqarmasman, chunki chiqarmayman. Men sizga aytib qo'ya qolaman, hozir ko'rsataman shu o'yin tugasin. Kim bor? Что говорит Пакир Чакир? Yaxshi, sekin, lekin yaxshi ketmoqda. Militao. Ошибкani Vay bilat. Mana bu strikerda almashtirib ekan. Strikerda almashtirsam qana yaxshi o'ynaydi ekan. Kililozda narsa qilib ko'ramiz. Yildiz bilan. Mana buni 110 turli kartamizni pushka zarbalarini tekshiramiz. Davay. Shnizladan. Kimdan chiqmoqda? Что? Juda yaxshi narsa bo'ldi, xolos. Ya kalla dorib qo'ygan qarang. Oh shit. Yürü. Sen. Shit. Offside. Kalla boshlagan qaranglar. Mana bu Modric. Nima qilib turing Militao. Poshka. Ajoyib poshka bo'ldi Modricdan. Kursal Modric shunday. Sabırlayız. Şey bu ne değil? Serious, net bir anne. Yürü.
5-2 qilamiz. Давай, yana bitta gol uraylik. Давай. Zerikib oldi. Davay, ketdi bitta gol. Davay, golga. Golga ishlaylik, iltimos. Scott William'ning nima edi o'sha ismi qarabchisi. Wow! Ajoyib striker ekan. Zarbasdan bo'ldi. Mazar. Boshlaylik kuyatni. Patkat tashlab. Hali o'yinchi almashtiraylik. EA Sport Game. 20 daqiqalik videomiz bo'lib qoldi. YouTube'ga joylanishi sekin bo'lishi mumkin. Qiynab qo'yishadi bizni. Unda videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz kattakon rahmat. Hammalarga omad. Video tugadi.